Chinorga video обращение qiluvdim. 5-6 ta laychalar endi g'ishtirib olganda 5-6 ta laychalari yana menga video обращение bilan chiqibdi. Так что Chinor bizga berayotgan suyakni Sardorga berib qo'ymasin deb. Sardor suyakxo'r, senlarga o'xshagan it emas-da. Sardor suyak bilan ozuqalanmaydi. Sardor go'shxo'r. Sardorni baddashga qilayotgan Allohga shukr, minglab, millionlab akalari, millionlab xalqi bor. O'sha Chinoringga o'xshab, senlarga o'xshab Chinoriga paxta qo'yib, Chinoriga dirach urib qo'yib, Sardor tirikchilik qilmaydi. Sardor haq tomonlama qiladi. Chinorga mujikmisan, ular itlar suya berguncha men bilan lopma-lop ko'rishib, nimadir zajdan bo'lsa, men bilan bir hal qilib olganda video chiqaruvdim. Chinor mujikmas ekan, chunki mana non berayotgan itlari hammasi Chinorning onasidan so'kib, hammasi pashti. Bitta bachoq so'kmagan bo'lishi mumkin. Yuboy onasidan so'kib Chinordan padarka olib yuribdi, ya'ni suya olib yuribdi. Unga endi ko'rishish, endi odam qanday bo'lsa, o'zi qanday bo'lgan odamlar ergashsa ekanda, endi boshqa nima deymiz? Ana u itlari meni g'iybat qilish, meni chaynashdan boshqa narsa o'tmaydi. Chunki ular itlarni itvachchalikdan o'zim katta qilganman, ularning tarbiyasini, ular qanaqa bir insonligini, qanaqa bir haromligini men bilaman. U itlar bilan olishgani endi nima desam, sher o'zini zo'rligini itga isbotlash kerak emas-da. To'g'rimi aka, yo'qmi? To'g'rimi? To'g'ri. Так что Chinor, kir ana bitta it sen efirida orqasiga haykalni kutib olib, haykalni qo'yib olib, 24 soat uxlamasdan sen efiriga kirib bir suya berishingni kutyapti. A bitta it xontaxtadan bunday stoyka yasab olib, Sardor, men seni onangni palon qilaman deb meni onamni so'kib, sendan padarka olish uchun 24 soat uxlamasdan seni efirda kutyapti. A bittasi suya berayotgan, non berayotgan itingni 24 soat yetdi meni g'iybat qilib, meni yomonlab, meni orqamdan padarka olish uchun seni kutyapti efirda. A bitta iting bilan nasha chekaykanmi, a bir tabletka chekaykanmi bilmayman. O'zidan o'zi tabletkani chekib olib, bunday skamingada tura olmasdan Sardorni so'kib, Sardor orqasidan hayb qilaman. Chinor kelib menga padarka uradi deb seni kutyapti hamma itlaring. Chinor, mana bunday kuchuvachchaligidan ular taniyman, bunday kuchuvachchaligidan mana shunchalik kuchukligigacha zonaga bo'lguncha men o'zim qo'limda katta qilganman. Sardor go'shxo'r, suya bilan ozuqalanmaydi itlari, qo'rqayotmanglar. Chinor akasi kirib Sardorga padarka urish uchun Sardor gapiryapti ekan deb. Sardor prosta senga o'xshagan itlarga suyak berib, qoningni semirtirib, erta bir kun Chinorni ham qotmasliging uchun gapiryapti. Chinor mujik bola bo'lsang, oxirgi gapim men senga, sen tushunib olasan, normalniy bola tushunib oladi. Itlarga qancha suyak berishingdan qat'iy nazar, yana kimdir kelib sendan bir-birda katta suyak bersa, erta bir kun mana shuncha bergan suyaging ko'rinmaydi. Sen o'zingni onangni so'kib chiqaveradi yana bular. Onangdan so'kib padarka uribsan, senga hayf. Boshqa gapim yo'q.